Ha, mana Zübeyra Hanım mana 30 noyabr günü işgaliyatdagi Şer Türkiston. Yana bu asıl milletlarniki kishi huquqini qo'llash yig'inida Uyg'urlarniki Xitoy degandek asıl millet bo'pli kishi huquqini qo'llash emas. Biz bu yerda ishg'oliyat tushgan bir xalqning vakili bo'lib so'zlab o'tayman deydi. Mana birinchi silatdagi yig'inda Şer Türkiston, ishg'oliyatdagi Şer Türkiston de gap boshlaydi. Bu Xitoyniki nihoyatda yuragi xanjardek sanjildi. Bo'yindagi oylduzi ko'k sharpini elevtsiya deb turib oldi Xitoy. Bunday jidal chiqdi. Amerika niki vakili arg'uchib yerda fikr erkinligi va erkin fikr qilish yo'l qo'yishimiz kerak degan shaklda qo'g'dab qoldi. Xitoy vakili buna Sharq Turkiston bo'lgunchilarniki bu biditida o'rni yo'q bilan chiqarib yetish kerak deb turib oldi. 7 minut vaqt bilgan bo'lib Zubara xonim niki 7 minut deydigan gapini Xitoy 8 qatim orliq qistirib, to'sqinlik qilib maydonda chiqarib o'tang deb turib olib, yarim soat vaqtida 30 minut deb bo'ldi-da dokladni e'lon qildi. Ya'ni Uyg'urlarniki kishilik huquq va irq qirg'inchilik uchrayotgan masalasini anlatdi oxiri. Xitoy 8 qatim orliq to'sqinlik qilib kirdi, qarshilik qilib. Nimalar bo'lsa mana bizning yig'inda bizniki Uyg'urlarniki vatanniki ishg'oliyatdagi Xitoyning mustamlikachi tajovuzchi biz ishg'oliyatdagi irqinchilik uchrayotgan kishilik huquqimiz dafsanlik qilinayotgan xalq mustamlikachi va mustamlika ostidagi Uyg'ur xalqi irqiy qirg'inchilik masalasi bu sadoni o'ngiltibog'ini intayin cho'ng ish bo'ldi. Zubara xonimniki bu Baturana bu bidida uduqmay oxirigacha shu anlatmani anlatib Uyg'urlarga haqidagi dokladni yig'inda oxirlashtirdi. Zubeyra xonimga ko'p rahmat.